Amerikalik injenerlarning eng obro'li, eng chiroyli va eng katta pikaplardan bittasi GMC Sierra Ultimate Men HD 2025 ishlab chiqarilgan 2025 model. Teshik tog'ora Gentraga Amerikanka fara taqilganmi, yo'qmi deb turilgan muhim bir davrda Amerikalik injenerlardan yana bitta yangilik Startup Seconds optikalari. Ultimate komplektatsiyada bo'lganligi uchun tabiiy charm, tabiiy yog'och, 13.4 dyumli texnologichni multimediya sistemasi, o'rindiqlarda massaj, o'rindiq eslab qolish funksiyasi, premiumli pose akustikalar ham mavjud bo'ladi. An'anaga muvofiq listoviy resorlar yoniga adaptivni podveska qo'yilgan bo'ladi. Bu kamida 2 tonna yukka xotirjam bexijolat ko'tarib yuboraman degani. Yuradigan omborxonamizning hajmi 2000 litr atrofida bo'ladi va yangilik qilishdan charchamaydigan bu injenerlar bu safar bagajnikka ham kicker audio sistemasini o'rnatgan bo'ladi. Bu videoni qo'liga tegmaydigan, yengilgina fermalarda ishini bitirib yuradigan tanishlarga jo'natib qo'yinglar. Aniq kerak bo'ladi ularga. Ham tejamkor yoqilg'i xarajatiga ega, ham juda katta ishlarni qila oladigan va Abras'ning 8 silindrga 6.6 Duramax turbo dizel 470 ot kuchi Newtonmetr bo'ladi va juda katta bosimlarga tayana oladigan Allison 10 pog'onali uzatmalar qutisiga ega bo'ladi. Narxi esa bor yo'g'i $119 ming. CIP O'zbekiston.